Hammaga salom. Sizlar bilan Afsonalar Uzubi film kanali. Oldingi videoda Qasoskorlar 5 filmi teaser treylerini tahlil qilgan edik. Bu videoda esa Thorni teaser treylerini tahlil qilamiz. Ya'ni Thor Odin bilan gaplashadimi, nega u yordam so'radi yoki u Lokimidi va Thorning qizi nega chiqdi va u aslida kim? Shular haqida bugungi videoda gaplashamiz. Demak, videoni boshladik. Birinchi Thorning ko'rinishi. Bunday ko'rinishni biz oldin ikkita filmda ko'rgan edik. Birinchisi Thor 3 filmida, ikkinchisi Qasoskorlar 3 filmida. U filmlarda Thor kuchli bo'lgan edi, lekin bitta farqi bor. Thor bunday ko'rinsa ko'p hollarda mag'lub bo'ladi. Masalan, Thor 3 filmida Surtur Asgardni yo'q qildi, lekin Hela o'ldi. Qasoskorlar 3 filmida esa Thanos maqsadiga yetdi va yarim odamlarni yo'q qildi. Bu bilan nima demoqchiman? Yovuzlar maqsadiga yetadi. Surtur Asgardni yo'q qilaman degan edi, yo'q qildi. Thanosda ham shunday bo'ldi. Yovuzlar baribir yutadi. Thor nega yordam so'radi va u kimdan yordam so'radi? Birinchi taxmin, Thorning otasi Odin undan Odin Force kuchini so'ragan bo'lishi mumkin, yoki u o'lgan va tiriklar olamiga o'tish uchun yordam so'ragan, balki teskarisi bo'lishi mumkin. Ikkinchi taxmin, u Loki bo'lishi mumkin, lekin bu aniq emas. Nima bo'lganda ham Thor Qasoskorlar 5 filmida juda kuchli bo'ladi va u Doktor Doom bilan jang qiladi. Dahshatli bo'lishi mumkin. Thorning qizi u aslida kim? U Enigma bo'lishi mumkin. Komikslarda Enigma juda kuchli personaj bo'lgan. Thor 4 filmida Thorning qizi Sevgida o'sha Enigmaning aksi bor edi. Agar Thorning qizi Enigma bo'lsa, u Franklin Richardsga o'xshab juda kuchli bo'la oladi. Balki Doktor Doomga Thorning qizi kerakdir. Enigma bo'lgani uchun agar shunday bo'lsa, Doktor Doom juda kuchli bolalarni o'g'irlayapti degan teoriya mos tushadi. Doktor Doom juda kuchli bolalarni o'g'irlayapti. O'ylab ko'rsak, Steve Rogersning bolasi ham kuchli bo'lishi mumkin. Thorning bolasi Sevgi ham agar Enigma bo'lsa, u juda kuchli bo'la oladi. Reed Richardsning o'g'li ham juda kuchli bola bo'lgan. Agar u bolalar juda kuchli bo'lsa, u bolalar Doktor Doomga kerak bo'ladi. Mana bu video ham tugadi. O'sha gap video sizlarga yoqsa, bitta like bosib qo'yinglar. Qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'linglar. Videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha.